Birinchi boshlanganda bor yo'g'i bitta xona bor edi, bittagina apparat o'zi bor edi. Birinchi o'rinda inson qadri, inson xalqi salomatligi deb prezidentimizni qo'ygan maqsad asosida 1-yanvardan boshlab mana shu bo'lim ochilibdi. Mana endi shu bo'limga davolangani keldim. Suyak bo'g'im patologiyalarini davolaydigan bo'lim nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda ham yagona. Bunkerni usti qismi qoplama bo'lsa ham ichki qismida maxsus qo'rg'oshinli himoya vositasi bu har doim qulflangan holatda bo'ladi. Bittagina inson javobgar shaxs bo'lib hisoblanadi. Bir kun davomida 1000 ta atrofdagi birlamchi endokrin va boshqa yo'nalishdagi kasalliklarni bugungi kunda qabul qiladi. Assalomu alaykum. Bugun biz ko'pchilik sezmaydigan, ammo butun organizmni boshqaradigan tizim, endokrin tizim haqida gapiramiz. Vazn nega sababsiz ortadi? Nega doimiy charchoq, uyqusizlik, asabiylik kuzatiladi? Buni ko'pincha stress yoki ovqat bilan bog'laymiz. Ammo buning asl sababi gormonlar muvozanatining buzilishi ham bo'lishi mumkin. Bugun biz Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida bo'lib, ushbu savollarga malakali mutaxassislar tomonidan javob izlaymiz. Qolaversa, bemorlarga bu yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishamiz. Endokrin kasalliklar bu bir yoki bir nechta gormonlarning ishlab chiqarilishi buziladigan holatlar. Sabablari har xil bo'lishi mumkin. Autoimmun jarayonlardan irsiyatgacha, surunkali stressdan o'smalargacha. Ammo mohiyati bir xil. Organizm juda ko'p gormon ishlab chiqaradi yoki juda kam. Bu muvozanatning buzilishiga olib keladi. Gormonlar maxsus organlar, ichki sekretsiya bezlarida ishlab chiqariladi. Ularga qalqonsimon bez, oshqozon osti bezi, buyrak usti bezlari, gipofiz va boshqalar kiradi. Ushbu bezlar har biri o'z rolini o'ynaydi va ulardan har qanday birining ish faoliyatidagi buzilish odamning umumiy holatiga ta'sir qilishi mumkin. Bugungi kunda mazkur kasalliklarni davolashda yetakchi o'rinda turadigan endokrinologiya markazi aholiga yuqori malakali tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Manzilda endokrin buzilishlar bilan bog'liq ko'plab muammolar malakali shifokorlar tomonidan davolanadi. Barnopa o'zi dastavval bu yer haqida, ya'ni endokrinologiya markazi haqida bizga umumiy ma'lumotlarni bersangiz, nechta bo'limdan iborat, qancha bemorlarni bir vaqtning o'zida qabul qilish imkoniyatiga ega, uni tarkibidagi o'sha poliklinika xizmati qanaqa, shular haqida ma'lumot berib o'ting. Akademik Yolqin Xolmatovich nomidagi Respublika endokrinologiya markazimiz 13 ta bo'lim va katta maslahat poliklinikasidan iborat. 13 ta bo'limda 280 ta koykadan iborat. Ulardan 3 ta bo'limimiz xirurgik yo'nalishdagi bo'limlar hisoblanadi. Endokrin xirurgiya bo'limi bor, neyroendokrinologiya xirurgik bo'limlari mavjud. Bu bilan birgalikda oyoq panja, qandli diabetning yiringli asoratli bo'limlarimiz ham mavjud. Bemorlarga bu yerda qanaqa yordam ko'rsatiladi? O'zi umuman olganda o'sha bo'limlar zamon talabiga mos keladigan jihozlar bilan ta'minlanganmi? Bo'limlarimizda hamma jihozlanishi o'sha zamon talablariga mos ravishda jihozlangan. Biz mana 2024-yilda xizmat ko'rsatish sifatini belgilovchi ISO sertifikatini qabul qilganmiz. Ya'ni ISO sertifikatini olganmiz. Bizning maslahat poliklinikamiz 400 ta qatnovga mo'ljallanganiga qaramasdan bir kun davomida 1000 ta atrofdagi birlamchi endokrin va boshqa yo'nalishdagi kasalliklarni bugungi kunda qabul qiladi. Bugungi kunda maslahat poliklinikamizda 20 dan ortiq tor doira mutaxassislari mavjud. Ya'ni endokrinologlardan tashqari nevropatologlar, ginekologlar, urologlar, kardiologlar, gastroenterologlarda hepatologlar, oftalmologlar brigadalari mavjud bo'lib, biz mana shu hammamiz birgalikda tashqaridan kelayotgan bemorni muammosini bir joyda hal qilishga harakat qilamiz. Bo'lim 2016-yilda tashkil topgan. Birinchi boshlanganda bor yo'g'i bitta xona bor edi, bittagina apparat o'zi bor edi.
16-yildan beri bizani prezident o'zini yordamlari bilan bu yerda ishlab ketgan direktorlarning yordami bilan katta bo'limga aylanib ketdi. Grant bo'yicha biza 20 tadan ko'proq har xil asbob uskunalar olganmiz. Bizada ham chuqur bu yerda tekshiruv bo'ladi, ham lazer, hamma lazer qanaqa bo'lsa shu lazer operatsiyalari ham o'tkaziladi. Bu 532-lazer, bu 577-lazer, oxirgi pokoleniya. Undan tashqari og'ir glukoma degan kasallikda asoratli bo'lsa, unda to'g'rilash uchun har xil lazerlar ham bor. Oddiy ko'z klinikasiga borsangiz, ko'z doktori faqat ko'z tomonidan yordam beradi. Biza bu yerda komanda bo'lib, ham endokrinolog, ham kardiolog, nevropatolog, xirurg, har xil mutaxassislar bir bo'lib ishlaymiz. Masalan, bizada bo'qoda ko'zi chiqib qolgan, chaqchayib qolgan holatlarda juda og'ir dorilar yozishga majbur biza. Oddiy klinikada buni qilish juda qiyin. Bu yerda shuncha mutaxassislarning ichida biza bemalol yoza olamiz, mutaxassislar bemalol bemorni shu og'ir lecheniyadan o'tkazib, asoratlarsiz ko'zlarini to'g'rilab berishligi mumkin. Ko'z kasalliklarini asl kelib chiqish sababi nimada bo'lyapti bugungi kunda? Butun dunyoda gadjetlar ko'payib ketyapti, televizorda ko'p o'tirishlar paydo bo'lyapti. Lekin televizor, kitob yoki gadjet asosan zarar keltirmaydi. Ko'proq kam harakatlik kasallik keltiradi. Yana bitta tavsiyam ota-onalarga, agar rostdan ham bola telefon, televizorga qiziqib qolgan bo'lsa yoki kompyuterga, undan ko'ra kamida 1,5 soat ko'chada yurishi shart. Agar uni orasida tennis, badminton, voleybol, basketbol, настольный tennis degan narsalar bilan shug'ullansa, taqda mana bizani kompyuter, telefonlarning zarari уже kamroq bo'ladi. Asosiy yordam beradigan narsa это toza havo и ko'p harakat. Biz markazdagi yana bir bo'limlardan birdamiz, yadro tibbiyot bo'limi. Ushbu bo'limni vazifasi, maqsadi nimadan iborat va bemorlarga qanday tibbiy xizmat ko'rsatiladi? Hozir batafsil Doniyor akadan bilib olamiz. Yadro tibbiyot bo'limida onkologik va onkologik bo'lmagan bemorlarga tashxis qo'yish va davolash maqsadida ushbu bo'limda amaliyotlar ishga olib boriladi. Ya'ni bu amaliyotlarni biz sanab o'tadigan bo'lsak, onkologik bo'lmagan bemorlar, bular qalqon son bez xastaliklari, yurak xastaliklari, qalqon oldi bezi xastaliklari va boshqa kasalliklarni tashxis qo'yish va ularga samarali davolash uchun maxsus radionukleidlardan foydalanilgan holatda davolash amaliyotlari olib boriladi. Bemorlar uchun xizmat ko'rsatishga bu yerda barcha zamonaviy talablarga javob beradigan apparatlar yetarlimi? Bemorlarga xizmat ko'rsatish uchun asbob uskunalar avvalambor biz Xalqaro atom energiyasi tashkiloti bilan birga hamkorlikda ish yuritib kelamiz. Ushbu tashkilot Avstriya davlatida joylashgan va ushbu tashkilotni yordami tariqasida bizga bir emas 3 ta tibbiy uskunalar kelib o'rnatilgan va bu bizga o'z vaqtida aniq tashxis qo'yishga, vaqtlarni tejashga va davolash natijalarini baholashga yordam beradi. Ortingizda turgan bu apparat tibbiyot tilida hot lab, ya'ni issiq laboratoriya deb ataladi. Chunki bu apparatda demak o'sha biz foydalanadigan radionukleidlarni tayyorlash, ularni har bir bemorni yoshiga, ahvoliga va og'irligiga qarab turib biz taqsimlaymiz. Bu demak tibbiyot xodimlariga ortiqcha zarar keltirmasligi uchun, ularga ortiqcha nurlantirishlarini olib kelmasligi uchun ushbu apparat bizda o'rnatilgan. Shuning uchun bu apparatda demak ochiq turdagi yadroviy materiallar bilan biz ishlatilganimiz uchun bu o'sha issiq laboratoriya deb ataladi. Buni biz odamlarga oddiyroq so'z bilan bunker deb nomlasak bo'ladi. Bunkerni usti qismi qoplama bo'lsa ham ichki qismida maxsus qo'rg'oshinli, juda ham qalin metalldan tayyorlangan himoya vositasi
Bu himoya vositasini ichida davolash uchun qo'llaniladigan, ya'ni hali sizga aytdim, biz bir vaqtni o'zida ham davolaymiz, ham tashxis qo'yamiz. Davolash uchun qo'llaniladigan radionukleidlar saqlanadi. Ya'ni radionukleidlarni bular ochiq turdagi radiatsiya manbalari bo'lgani uchun uni biz oddiy shkaflarga, qo'rg'oshin shkaflariga qo'ya olmaymiz, chunki bularning nurlanishi juda ham katta va shuni inobatga olgan holatda juda ham qalinlikda ishlab chiqarilgan qo'rg'oshindan tayyorlangan o'sha himoya vositasini ichida bu saqlanadi. Bu har doim qulflangan holatda bo'ladi. Buni maxsus bittagina inson buni demak javobgar shaxs bo'lib hisoblanadi. Uni saqlanishida, kelishida va uni bemorlarga olib tayyorlanishida o'sha mutaxassisimiz kerakli vaqtda ochib, kerakli vaqtda ya'ni yopib bundan foydalanadi. Doniyor aka, ushbu apparatning vazifasi nimadan iborat? Ushbu apparatning vazifasi biz siz bilan yuqorida ko'rganimizdek, haligi bemorlarga yuborilgan radionukleidlarni ushbu apparat yordamida tarqalganligini, bizga kerakli bo'lgan a'zolarga yetib bormaganligini natijasini ko'rishdan iborat bo'ladi. Ushbu apparatni nomi SPECT KT apparati deb ataladi. Bu gibrid apparat bir vaqtni o'zida o'sha yuborilgan radionukleidlarni tarqalishini ko'rib beradi. Bundan tashqari aynan o'sha yuborilgan sohani anatomik jihatdan, ya'ni ko'zga ko'rinadigan qaysi a'zoga, qanday hajmda o'sha kerakli bo'lgan o'sma hujayralariga, o'sma to'qimasiga bormaganligini ko'rib beradi va davolashdan keyin esa davolash natijalariga baho berishga bizga ushbu apparat yordam beradi. Markazda yana bir yangi bo'lim ochilgan. Endokrin kasalliklari natijasida yuzaga keladigan suyak bo'g'im patologiyalarini aniqlaydigan bo'limdamiz. Nozima opa hozir bizga bu bo'lim haqida batafsil ma'lumot beradilar. Rahmat. Endokrinologiya markazida 2026-yil yanvar oyidan boshlab endokrin osteopatiya bo'limi o'z faoliyatini boshladi. Bu bo'lim endokrin kasalliklar, ya'ni qandli diabet, qalqonsimon bez kasalliklari, menopauzadan keyingi holatlarda yuzaga keladigan suyak bo'g'im patologiyalari, ya'ni osteoporozlar, osteopeniyalarni davolaydigan bo'limdir. Bugungi kunda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, osteoporoz kasalligidan o'lim ko'rsatkichi noepidemiologik kasalliklar o'rtasida 4-o'rinda turadi. Bu juda ham sekin, simptomsiz rivojlanadigan sistemli, tizimli kasallikdir. Bu masalan qandli diabet staj davomiyligi oshgan sari, insonlarda yosh o'tgan sari yoki ayollarda menopauzadan keyingi holatlarda qalqonsimon bez kasalliklari yoki neyroendokrin kasalliklar, Cushing kasalliklari, Cushing sindromlarida suyaklarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan osteoporozlarni oldindan aniqlash, ya'ni asoratlarni oldini olish uchun qaratilgan bo'limdir. Bu bo'limda qandli diabet, qalqonsimon bez kasalliklari, neyroendokrin kasalliklar yoki semizlik bilan bemorlar davolanishadi va ushbu bemorlarda davolanish jarayonida Frax metodi orqali o'sha sinish xavfi bor yo'qligi aniqlanadi. Kerak bo'lgan holatlarda agar xavf guruhiga kiruvchi bemorlar bo'ladigan bo'lsa, densitometriya tekshiruvi o'tkaziladi. Bu tekshiruvi o'sha suyaklarni zichligini aniqlaydigan tekshiruv bo'lib, bu bemorlarda agar suyakda osteopeniya belgilari yoki osteoporoz holatlari boshlangan bo'lsa, bemorlarni sinish oldi olingan holda erta kerakli chora-tadbirlar ko'riladi. Tabiiyki, shifokorlarning quroli davolash uchun kerak bo'ladigan asbob-uskunalarga bog'liq va bu tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini ham belgilaydi. Xo'sh, savol tug'iladi. Mazkur bo'limda davolash uchun yetarli sharoit yaratilganmi? Kerakli asbob-uskunalar bilan ta'minlanganmi? Bo'limda bemorlar davolanishi uchun juda ham qulay sharoitlar yaratilgan, zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan markazimiz zamonaviy tekshiruvlardan o'tkaziladi.
statsionar sharoitida davolanayotgan bemorlar uchun ham juda ham qulay sharoitlar yaratilgan. Sohaga qaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanilgan holda shu endokrin xizmatni takomillashtirish yuzasidan chiqqan yurtboshimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlar doirasida ushbu bo'lim barpo etildi va xalqimiz salomatligi uchun kelib qulay dam olib ketishlari uchun barcha shart-sharoitlar yetarli. Bilishim bo'yicha bu bo'lim O'zbekistonda yagona ekan. Albatta, endokrin osteopatiya bo'limi aynan endokrin kasalliklar natijasida yuzaga keladigan suyak, bo'g'im patologiyalarini davolaydigan bo'lim nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda ham yagona. 79 yoshni qarshi olgan aya shifoxonaga o'zida qandli diabet kasalligi borligi sababli murojaat qilib kelgan. Bemorda tekshiruvlar natijasida esa suyak yemirilishi, yallig'lanishi tashxisi qo'yilgan. Biz bu onaxondan markazda yaratilgan qulayliklar, tibbiy xizmat ko'rsatish sifati haqida so'radik. Biri mana shu endokrinologiya markazini mana shu yangi ochilgan bo'limida davolanyapman. Bu bo'lim hali bizda birinchi o'rinda inson qadri, inson xalqi salomatligi deb prezidentimizni qo'ygan fikrlari, oldinga qo'yilgan maqsad asosida 1-yanvardan boshlab u kishining tashabbusi bilan mana shu bo'lim ochilibdi. Mana endi shu bo'limga davolangani keldim. Bu yerda asosan kelganim sahrim oshib ketgan edi. Nafasim siqyotdi. Holsiz edim, juda ham holim yo'q edi. Mana hozir endi quvvatga kirdim. Nafasim ham uncha siqyotgan yo'q. Dori-darmonlarni olyapman. Undan tashqari betdagi hamma meditsina xodimlari ham sadoqat bilan vijdonan ishlashyapti. Hamma muolajalarni vaqtida qilishyapti. Uning uchun ularga ham hammasiga ham rahmat. Mana men shuncha yildan davolanib hali bilmasdim. Mana bu yangi bo'limda nazorat qilib, analiz olish narsasi topishdi. Suyaklarim уже yemirilishi boshlagan ekan. Kelib xabar topdik. Mana shu yerga kelib, mana shularni nima davolanishi, analizlari, boshqa kuzatuvlar natijasida shuni topdim. Hozir shunga qarshi chora ko'rib davolayaptilar. Sharoitlari ham yaxshi ekan, pitaniyalari ham yaxshi. Kelib xursand, ko'chadan bironta narsa yemaymiz, shu dieta ovqatlarni yeymiz. Yaxshimiz hozir. Hozir yana nima sizni bezovta qilyapti? Bu endi bitta oyog'im og'riydi-da. Oyog'imda Samarqandga borganimda oyog'imda qandaydir bir nima bor deydi. Parda yirtilish deydi. Endi bu yerga keldim, hozir bu yerda ham mana MRTga tushdim. Endi vrachim ko'raman debdi, nima deydi? Shunga qarab xulosalarni ko'ramiz keyin. Necha kun bo'ldi bu yerga kelganingiz? Bugun 3 kun bo'lyapti. Vrachim ham rosa yaxshi ekan. Vrachimni ko'rib o'zim yoqtirib qoldim qandaydir. Yaxshi hammasi. Qalqonsimon bezdagi tugun yoki yirik go'ytlar ba'zida bemorning nafaqat sog'ligiga, balki hayot sifatiga ham jiddiy ta'sir qiladi. Bunday hollarda jarrohlik amaliyoti zarur bo'ladi. Bemorning holatiga qarab, yarim yoki butun buqoq olib tashlanadi. Biz ayni operatsiya jarayonida shifokordan maxsus intervyu oldik. Hozir bemorimizda qanaqa jarrohlik amaliyoti o'tkazilyapti? Hozir bemorimizda 10 tomonlama gemitiroidektomiya operatsiya qilingan. Operatsiyadan oldin bemorda B-testi 4 biopsiya bo'yicha javobi chiqqan. Shuning uchun bemorni operatsiyaga chaqirdik. Operatsiya paytida yarim buqoqni olib tashladik. Operatsiya paytida ekspress gistologiyaga berdik. Endi javobni kutyapmiz. Agar gistologlar saraton kasallikni topmasa bemorda operatsiyani tugatamiz. Agarchi bemorda o'zgarishlar, tugunda o'zgarishlar chiqsa 100% buqoqni olib tashlash kerak bo'ladi. Bemor 46 yoshda, tugunli buqoq o'zi 40% odamlarda bo'lishi mumkin. 5% odamlarda saraton kasallik qalqonsimon bezda chiqishi mumkin. Shuning uchun saraton kasallikka o'xshagan kletkalar biopsiya bo'yicha chiqsa, biz operatsiyaga chaqiramiz. Boshqa bemorlarni chaqirmaymiz. Bir kunda mana shunday operatsiyalar nechta o'tkaziladi bu yerda? Kunda 6-7 ta operatsiya bo'ladi kunda. Tugunli buqoq bo'yicha. Demak, o'sha bemorlar bitta buqoq olib tashlangandan keyin ham bittasi bilan hayot tarzini davom ettirish mumkinmi? Albatta, ham 100% buqoqni olib tashlasak, ham yarim buqoqni olib tashlasak, agar to'la buqoqni olib tashlasak, bemor hayot davomida dorini ichishi shart. Agar yarim buqoqni olib tashlasak,
biz 1,5 oydan keyin bemorni tekshiruvga chaqiramiz, gormonlarni tekshiramiz. Gormonlar bo'yicha hammasi yaxshi chiqsa, dorisiz bemor yuradi. Bunday kasallikka chalinganligini bemor o'zida qanday holatni sezganda bilishi mumkin va qaysi holatda shifokorga murojaat qilish kerak? Bemorda tugunli buqoq bo'lsa, bemor hech nimani sezmaydi. Bemor sezadi o'zgarishlarni qachon gormonlarda o'zgarishlar chiqsa, yoki holsizlik, oddiy holsizlik, yuragi tez urishi mumkin, yoki vaznda o'zgarishlar bo'lishi mumkin, uyqusiz bo'ladi, jahli tez chiqadi, vaznda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Agar gormonlarda o'zgarishlar bo'lsa, shu bemorda hech qanaqa o'zgarishlar yo'q edi. Tugunli buqoq aniqlangan, biopsiya bo'yicha o'zgarishlar chiqdi. Shuning uchun operatsiya chaqirilgan. O'zimni olganda mana shunday jarrohlik amaliyotlarini bu yerda o'tkazish uchun barcha kerakli asbob-uskunalar yetarlimi? Bizani operatsiyonida hamma zamonaviy apparatlar bor, ham ultrazvukovoy koagulyator bor, ham neyromonitor bor, hammasi yetarli. Marg'ub opa, qayerdan keldingiz? Men Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan keldim. Kelgan paytimda ahvolim qiyin edi, nafas olishim og'ir edi. Keyin bular operatsiya qilishdi. Xudoga shukr, qo'llari yengil ekan, hammasi joyida. Yaxshi, hozir nafas olishlarim hammasi joyida. Hech qanday og'riqni sezmadingizmi? Yo'q, hech narsa bilinmasga. Boshda vahima qildik, keyin kirsak hech narsa yo'q. 5 minutda как будто tayyor bo'lgan. Yaxshi biza. Ahvolimiz. Xuddi operatsiya 5 minutda o'tib ketgandek his qildingiz. Ha, 5 minut o'tib ketganda, og'riqsiz, hech narsa sezmadim. Operatsiyadan keyin ham uncha og'riq bo'lmadi. Bu yerda o'zi bemorlar uchun sharoitlar yetarlimikan? Ha, hamma narsa talabga javob beradi. Sanitarkalar, medsestralar, vrachlar tez-tez xabar olishib, holdan ahvol so'rab, hammasi joyida. Men bu kasalim yoshligimdan bo'lgan, buqog'im bo'lgan, lekin bu darajada katta bo'lmagan. Keyin rivojlanib ketib, oxiri bo'g'ish nimasiga olib keldi natijasida. Havo yetmadi, keyin keldim o'sha operatsiyaga. Tayyorlashdi, qilishdi yaxshi. Hozir holatim ancha yaxshi. Narxlari jihatdan qanaqa ekan, qulaymi? Pullari qimmat emasmi? Yo'q, qimmat emas, oqlaydi, hammasi joyida. Qayerdan keldingiz? Men Xorazmdan kelganman. Hozir holatingiz ancha yaxshimi? Xudoga shukr. Necha kun bo'ldi jarrohlik amaliyotini o'tkazganingizga? 4 kun bo'ldi. Qanaqa holatda kelgandingiz va hozir qanday holatdasiz? Yo'q, kelganda ham yomon emasdi holatimda, lekin analizlarim nimalarim yaxshi chiqmaganda meni. O'shaning uchun operatsiya qilamiz deyishdi, xo'p deb yotdim. Operatsiya jarayoni qanaqa o'tdi? Og'riqsiz bo'ldimi? Sezmadingizmi hech narsani? Yo'q, hech narsani sezmaganman. Ertasi kuni o'sha kuni ham anaqa soznaniyam o'zimda bo'lgan palataga chiqarishgan. Ertasi kuni men yeb ichib hamma narsa mumkin. Da. Hozir o'zingizni ancha yaxshi his qilasiz. Ha. Menda o'sha buqoq kasalligini men oldinroq 2017-yilda ham bilganman. Xuddi mana shu yerga endokrinologiyaga kelganimda srochno operatsiya qilish kerak degan. Men xo'p deb oilamdan ortib keyin qila olmaganman. Endi hozir yana unaqa o'tlashib ketgandan keyin baribir kelib o'sha operatsiyani qilganman. Bu yerdagi sharoitlar qanaqa ekan? Bemorlar uchun barcha sharoit yetarlimikan? Ha, ovqatlari ham mazali. 4 mahal ovqat beradi. Hamma sharoit yaxshi. Doktorlari ham yaxshi, muomalalari ham yaxshi. Hammasi yaxshi. Aziz teletomoshabinlar, bugun biz endokrinologiya markazidan siz uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qildik. O'zingiz va yaqinlaringizda gormonal muammolar bilan bog'liq alomatlarni sezsangiz, tezda malakali mutaxassisga murojaat qiling. Salomatligingiz eng katta boyligingiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.